aka, men mana siz o'sha MMA'ning eng kattasi bo'lib qoldim deyapsiz. Men masalan O'zbekistonda bayroq ko'tarib turgan bo'lsam, mana shu kungacha aka, mana oktagonda ham urushganman, nayzada ham, hamma yo'g'ida siz aylanib chiqqan joylardan biz orqangizdan ketyapmiz-da sekin. O'sha siz ko'rib chiqqan. O'sha yerdan bir so'm pul olmaganman hali. Mengachi u kim aytdi pul yo'qdi? Kim aytdi pul yo'qdi? Men hech qachon pulni ustun qo'ymaganman. Men uchun bayrog'im birinchi o'rinda aka. Men u hech qachon misol jangni men qabul qildim deb turib, bironta organizatsiya chiqsa 1 million dollar desam hech kim to'lamaydi. 100 ming desam hech kim to'lamaydi aka. Realniy summani aytib olib, jangdan zadni yo'qaygan bala basman. Mani bu to'xtay bo'ldi shu joyda. Mana mashina narsa uchun, mana mashina narsani mana bunaqa katta pul yo'q. O'zi pul uncha yo'qligini hamma biladi. Bular odamlarni bilib turib zadni yo'qmaydi. Uchun organizator mana masalan oktagon liga bilan meni o'rtamda uzilgan, oldin bo'lgan, hech kim urushmaganda borib urushganman o'sha oktagon ligasida. O'rtamda o'sha tushunmovchilik bo'lgan, to'g'rirog'i ligani prezidenti Nuradin menga behurmatlik qilganida men srazi stopini bosib, tochkasini bosganman. O liga bilan meni siyozim qolmagan ekan. Menga boshqa ligalar, masalan, qanaqa kontraktga interes qiladi deganim, masalan, glavniy boy, hurmatingizni qilgan joyda urishasiz-ku, to'g'rimi aka? Hurmatingizni qilmasa, organizatsiya sizga vнимание qilmasa, bo'pti, короче, всё. Organizatsiyangga ham, o'zingga ham tashlab chiqib ketib olasiz aka. Men shu ma'noda aytdim, kontraktni menga interes qiladi. Chunki sen menga vizit tashlayapsan dedim. Men xudo xolasa aka, Humoyun sifatida aytyapman sizga, hech qachon unga borib urushaman deb qo'yib turib, orqaga zadni yo'q o'rayman, xudo xolasa yutqizsam ham urushaman o'shan bilan oxirigacha. Shuning uchun men bilgan narsam to'g'risida gapiraman. Men bunaqa kontraktlar to'g'risida bilmadimmi, gapirimmi? Men hozir bilgan narsam to'g'risida gapirdim. Tushundingizmi? Sizni kontraktingizni, qaysi ligadaligingizni men hali bularni bilaman. Men aytgan bo'lsam, aytdim. Hammasi hozir men boshi gapimdan qaytibman. Nima deysiz? Uji gapirdimmi? Gapirdim. Bo'lgan narsalar to'g'risida gapiryapman. Men bo'lgan narsalar hammasi meni videomni qilib turib, to'g'ri, meni videomni qilib turib, sizni gapingizni qo'yib turib,